Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz a'zolari. Xitoydan gazlik 5 litrli konveksionli pechlarimiz yetib keldi. Tugab qolgan edi. Mintay zavodiniki 40-60 litrdan 5 ta kiradi. Issiq havoni bir xilda berish uchun mana mayda-mayda manaqangi teshishchalik qilgan. Ventilyatsiya orqali issiq havoni tudab pishirib beradi. Mahsulotni podyomlik qilib beradi va yaltiratib chiqarish uchun mana par berish funksiyalarini bossangiz, par berib yaltiratib chiqarib beradi. Mana yoqib ko'ramiz. Endi gaz ulanmagan, lekin funksiyalarini ko'rsatib o'taman. Mana ichki ko'rinishlari, katta oynali mahsulotingizni ko'rib turasiz. Par berishni necha minutdan keyin berish kerak bo'lsa, mana ko'tarib tushiraverasiz. O'sha minut kelganda o'zi par beradi. Mana bu mahsulotni soatini qo'yasiz. O'sha soatda o'chirib, o'zi chaqiradi, signal berib. Mana bu gradusi, kerakli gradus qo'yasiz. O'sha gradusga olib chiqib beradi. Mo'risini yo'li bor mana bu yerda. 220 da ishlaydi. Kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Bahosi $1700.